turgan edik. Soch soqollari qop-qora, kiyimlari oppoq kishi to'satdan kirib kelib, Rasulullohning oldiga borib o'tirib, tizzasini tizzasiga tegizib savol so'radi. Islom nima? Iymon nima? Ihson nima? Bu hadisni Umar ibn Xattob rivoyat qilyapti. Ya'ni Umar ibn Xattob hadislarni oz rivoyat qilgan, chunki o'tib ketgan u kishi. Muhaddislar hadisga qusha. Ikkinchisi bu hadisni qadrini baland qiladigan Jabroil alayhisalom o'zi kelyapti. Odam suratida, yaxshiroq eslab qolishinglar uchun odamlar. Shunda dinimizni 3 qismga bo'lib beryapti, aytish mumkin bo'lsa. Islom, iymon, ihson. Islom nima ekanligini o'rgatadigan ilm fiqh deyiladi. Halol, harom, mumkin emas, muboh, makruh, mustakira. Iymon nima ekanligini qaysi ilm o'rgatadi? Aqida. Endi mana uchinchisini nima qilamiz? Sufi, tasavvuf, tariqat desa shirk, kufr deydiganlarimiz bor-da, tushunmaganligimiz uchun. Inson odatda o'zi bilmagan narsaga dushmanlik qiladi. Tasavvuf, birodarlar. 3-chi Jabroil alayhisalom so'ragan ihson nima ekanligini o'rgatadigan